Deb qo'ydim. Tavba qildim lekin yomon bo'lar aka. Bir tomon ogohlantirib, siz dushman ko'paytirasiz. Voy u narsaga tasavvur qila olmaysiz. Shaharga agar siz buni yuki og'ir. Kanalini o'zingizni kanalingizda anaqa qilsangiz, hamma narsa u kanalda desangiz, siz odamlaringiz bu kishiga o'tadi, tushundingizmi? Bular onasini sizga bu yaxshilikka olib kelmaydi. Biz prosta biz hozir bu ishni qilmaymiz-ku, Xudoning oldidan, bandasining oldidan. Lekin odamlar shunday ko'rdimi, bu holatni onasiga diragani sikkandi bo'lsa. Hech Interes uchun kiradilar. Yo'q, interes emas, taxvoya dushman. Katta odam uchun nima? Buni oilasi bor, u qilmaydi deb biladi. Endi kimga qanday tushunadi-da, to'g'rimi? Shahati dushman ko'paytirib yuboramiz. Dushman nima uchun dushman? Aka, o'zi deyman-da. Men prosta mayli, onalar yigitlar bor. Tushunmaysiz, buni yigit emas, o'zimizga dushman olib turaveramiz. Hamma joyga pul, daxlo narsa qilamiz-ku, bizdan ko'rinmayotgan daxloya bor-da. Prosta aka, neyiz deganda, ja unday qo'pol, seksualniy bir bola onasiga seksga targ'ib tayinlamaylik. Juda chuqur demoqchiman. Juda prosta tak erta sizga ham shunday kelib rejni devishini qilishi mumkin-da. Bu O'zbekistonda yuradi. Onasini sikib bersa, bir bitmasa da qichqa o'tiradi. Bo'lmasa sikib yubor. Zayba qilyapsizlar, nima qilmay. Unday qilmasin-da. Bu seni olib nima? Biz sen nima selinib bo'lmaysiz, biz seni qo'yib olamiz. Seni olayotganmi? Unday dema, qayta gapirib men o'tib qolasiz shu. Prosta demoqchiman. Javosh qilmaylar. Javosh chiqib Yo'q, ha. O'sha holat O'zbekistonda bo'lmayapti-ku. Tushunmayapsiz, sizni dushmanlaringiz ham bor O'zbekistonda. O'shalar misol nima yomonlik qilmasin deyman-da. Juda ochiqcha emas. Bo'ladi. O'rta hol chiroyligini ko'rishdinglar, tamom, o'sha gap lavzdan chiqqan holat. To'g'rimi yo'qmi? Ana shu rasm tushiring oldin aka. Abloshga Holat kiyimi? Yo'q.